Assalomu alaykum, hurmatli aka kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, bizda ko'pchilik so'ralayotgan gap, shunaqa havoda yursak bo'ladimi? Albatta, yurish kerak ham zarur. Chunki mana misol uchun yozda o'rgangan odam yomg'ir qorni sog'inadi, boshqa qiladi, lekin bunaqa havoda sharoit bo'lmaydi, o'rganmaydi, to'g'rimi? Yozda o'rgangan odam bemalol hozir ko'chaga chiqib keta olmaydi. Chunki yomg'irda, qorda haydamagan bo'ladi. Ular nima qilishyapti? Boshqatdan bizga murojaat qilib, boshqatdan 2 kun, 3 kunga yana praktikasini oshirish uchun chiqishyapti. Demak, sizlarga bu baxt, bemalol chiqsanglar bo'ladi. Ham chiqinglar, ham o'rganinglar. Bizani o'zimiz ham juda ham yomon havo bo'lsa chiqmaymiz. Bizani ham jonimiz o'zimizga shirin. Bizani ham bola chaqamiz bor. Mana misol uchun avtoshkolalarda yomg'irda, qorlarda darslar to'xtab qolmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan narsa. Vajdiyni ham to'xtab qolmaydi. Bemalol chiqinglar. Qaytanga hozir chiqib bo'lgansanglar, ertaga yozda professional darajada bo'lasizlar, umuman qiynalmaysizlar. Bemalol haydab o'rganib ketaverasizlar. Qaranglar, darslarimiz ichiga razворотlar, поворотlar, parallelniy parkovka, znaklar, перекрестkalar, qayerda kamera bor, qayerda siz pravsiz, qayerda peshexod prav, kim kimni o'tkazadi. Ular hammasi o'rgatiladi, albatta. O'tida instruktorlarimiz 5 yil, 10 yil, 7 yil, 20 yil stajga ega bo'lgan instruktorlarimiz ham bor. Bemalol chiqib murojaat qilsanglar bo'ladi. Aka Drive demay to'xtab qolayotgani yo'q, ish jarayonida. Chiqinglar, o'rganinglar, to'xtamanglar. Под нашу ответственность. Avtoshkola hammasini o'zini bo'yniga oladi. Avvalambor Alloh asrasin, biror narsa bo'lib qolgan taqdirda ham siz hech qachon hech kim bezovta qilmaydi. Bemalol chiqib o'rgansanglar bo'ladi. Qo'rqayotgan xo'jayinlaringizga rahmat. Sizlarni avaylab asrashyapti, lekin aytib qo'yinglar, Aka Drive har doim 24/7 xizmatinglarda. Bemalol chiqib, haydab o'rganinglar. Qaytanga mashq havoda o'rganinglar. Ertaga umuman qiynalmaysizlar. Aka Drive sizlar uchun. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammanglarni kutamiz.